yaqin bo'g'oz hammasi o'ta go'zallaridan ko'rsatamiz. Bitta mollarni ko'rsatib, narxini aytib o'tgan bo'lamiz. 39 million. Qisqalar, shunaqa cho'rni ko'z. Hozirgi mol qatori molda. Lekin boqib maza qiladigan. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 10-iyul 2026-yil sizlar uchun maxsus yaqin bo'g'ozlardan 4 ta. Bitta Chorniy Pyostra va Simental, Zotli va Estonga gibrid. Xullas, yaqin bo'g'oz hammasi o'ta go'zallaridan ko'rsatamiz. Video davomida to'liq narxi, ma'lumoti, zoti va uni sog'ligi holatlarini to'liq yoritib bergan bo'lamiz. Xudo xolasa zo'rlaridan boqaman, o'ta kattasidan boqaman deganlarga mana shunaqalardan ko'rsatib boramiz. Ko'ryapsizmi qanaqa dumba savorgan? Mashalloh, niyat qilganlar bitta like bosib kanalni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlovinglar mana shu like orqali bo'ladi, chunki like orqali YouTube algoritmi buni boshqalarga ham, ya'ni siz kabi chorva shinavandalariga tavsiya etadi. Mollarimiz shoxli. Xudo xolasa sog'ligi emlangan, hamma licheniyalari qilingan va fermada oyoqlari suvdan o'tkaziladi, ya'ni dorili suvdan, tuyoq kasalliklariga qarshi ham emlangan. Simental olasizmi yoki mana shunaqa Estonga simental gibridlardan olasizmi? Hamma turidan bor va fermamizda mana bunday shvedlarimiz ham mavjud. Buni ham video davomida narxlarini aytib o'tgan bo'lamiz. Arzon kelib qolsa arzon sotiladi. Mana bitta shunaqa arzon kelib qolgan Chorniy Pyostra yaqin bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa 8 oydan o'tgan, yaqinda tug'aydiganidan. Ko'ryapsizmi? Inshaalloh bitta o'rta hol oilani barakali qilib, boy qiladigan shunaqa katta yelin solib qo'ygan, o'ziga o'xshagan Chorniy Pyostra bola beradigan bo'g'ozimiz. Bitta mollarni ko'rsatib, narxini aytib o'tgan bo'lamiz. 39 million. Qiziqqanlar, shunaqa Chorniy Pyostra, shunaqa katta yelin solgan, sog'lom. Buni jonivorning yuvoshligini aytmaysizmi? Ayol kishi qarasa ham maza qilib qaraydi, xudo xolasa. Tuyoq holatlari yaxshi holatda, ya'ni tuyoqlarni ko'rsatib o'tamiz mollar. Sababi tuyoq kasalliklari ko'p uchraydi. So'skalarini ko'rsatdik. Inshaalloh mancha sut beradi deb garantiya devoralimiz, lekin adashmasam 20 ta bor. Chunki Chorniy Pyostralar 20 tadan oshib beradi. Mana bu molimiz simental tozasidan deganlariga. Yo'q, ves olganidan. Buni ham tuyoq holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi holatda, xudo xolasa, mol kavshanib turibdi. Yaqin bo'g'oz. Menimcha buni hozir vesi ham bilinmas 800 kg atrofida yoki 700 kg atrofida. Chunki videoda katta yoki kichkina ko'rinib qolishligi mumkin. Hayotda kelib qarasangiz, o'ta gigant mollar 140 atrofida. Yelin holatlari. Ko'p maqtamaylik. Endi hozirgi mol qatori molda. Lekin boqib maza qiladigan. Va mana bu ikkinchisi simentalimiz. Bu simental holati ham o'ta dahshat. So'zga holatlari. Mollarimiz o'ta yuvosh. Zotiga 100 taligida. Shunaqa 100 talik bo'g'oz beradigan. Bola beradigan. Buni pachkalari-chi? Mashalloh. Endi niyat qilyapsizmi? Niyat qilayotgan bo'lsangiz, Alloh nasib qilsin. Buni turishiga aytchi.
Mana molimizning holati. Estonga gibrid. Yo'q holatlari. Bu mol ham yaxshi holatda. Vesi mana shu simentarlar qatori. Endi uchoviga bitta narx aytamiz. Uchalasi ham yaqin bo'g'oz. Simental va simental smeshing variantlardan 62 milliondan xayri bor. Endi kamichi desiz, kami sizdan-da. Buni yelini ko'rsatmayapmiz. Ko'rsatamiz. 62 milliondan xayri bor. Chunki nimaga bu 39 million, bu 62 million desanglar, bu bilan buni zoti boshqa. Vesidan ham menimcha 2 barobar farq qilsa kerak. Mana shunaqa gaplar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz, lokatsiya tashlash berishadi. Kelib, ko'rib, yana ustida. Yoki sizga boshqa mollar qiziq bo'lsa, bemalol kelaverasiz. Ularda ham ma'lumotlari, narxlari aytiladi. Niyat qilganlarga Alloh nasib qilsin deymiz shu. Mana bu shuyetimiz bor. 55 million. Xayri bor. Aytganlarimiz hammasini xayri bor. Azizlar kelib savdolashib olsanglar bo'laveradi. Salomat bo'lasizlar. Bizga sarflagan vaqtingizga rozi bo'linglar. Vodiy Chorva kanalini kuzatishda davom etinglar.